yil oldin aka Qizil Zaporojyemda Turkiyaga chiqaman deganimda chiqa olmaganman. Nasib Alloh shu bugunda xohlagan ekan, bugun bu mashinada Turkiyaga keldim. Eng qiziq joyi maqsadim Jahon chempionatiga borish. Ertaga nima bo'lishiga qat'iy nazar yo'lda davom etamiz. O'zi ko'p qolib ketib qoldik. Eng qiziq joyi aka, siz ham yaxshi niyat qilyapsizmi? Otami, onami umriga olib boraman, o'zim aka-ukam bilan, oshna-og'aynim bilan deyapsizmi? Sizga zo'r taklif. 10-kuni Xudo xolasa vodiydan pryamoy reys ibodatda maza qilib kelishingizni ta'minlaydigan odamlarni toping. Bularda oldin ham ishlaganman. Bular bilan birga borgan odamlar hech qanaqa yomon fikrda bo'lmagan. Hammasi yaxshi gap eshitganman. Shuning uchun yana shu firmani sizlarga tavsiya qilaman. Mana shu raqamlarga bemalol aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Xudo xolasa aka ibodatlarga borib, sizni ibodatingizni 100% to'la to'kis amalga oshirishingizga Xudo xolasa hoji akam o'zi yordam beradi. Birga boradi. Yerdagi rasxodlar, oshcha rasxod bo'lmaydi. Kelishilgan summadan issiqjon yerda mazezmi yo tobizmi bo'lmay qoladigan bo'lsa ham tibbiyot xizmatlari ham hammasi bepul. Xudo xolasa aka umraga borib qoladigan bo'lsangiz, yaxshi niyatda yurgan bo'lsangiz, borsangiz, biz haqqimizga ham duo qilib berish esingizdan chiqmasin. Hammanglar qanaqa niyati qilgan bo'lsanglar, bugun bo'lmasa ertaga bo'lmasa indinga Xudo xolasa yetishasizlar. Shuning uchun har doim yaxshi niyat qilish kerak ekan. Joninglar sog' bo'lsin. Xudo xolasa Jahon chempionatida O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash bizga ham, sizlarga ham nasib qilsin.